القواعد حرف الجر واسم الاستفهام. حرف jar bu o'zidan keyingi so'zni oxirini kasra qiladigan harflar. Min, ila, an, ala, fi va hokazo. Ismul istifham bu savol so'zlar. Harf jarni tushuning a? Harf jar nima ekan? O'zidan keyingi so'zni oxirini kasra qiladi. Ismul istifhamchi? Savol so'zlar. Xo'p. Iqro'il jumalal atiya va lahiz al kalimat al mulawwana. O'qing va mulawwana nima edi? Ranglangan, ya'ni rang bilan bo'yalgan kalimalarni mulohaza qiling deyapti. Masalan, mana bu qizil bilan bo'yalgan-ku. Abhasu an fursatin lil amali fi sharikatikum. Men qidiryapman ish o'rnini fi sharikatikum sizlarning kompaniyangizda. Mana bu yerda ikkita harfi jar kelyapti. Mana andan keyin o'zi anni qizil bilan bo'yagan, qarasangiz oxiri kasra. Fi an bu yerda nima? Harfu jar. O'zi fi ni ham bo'yash kerak edi, chunki fi ham harfi jar. Fi harfi jar. O'sha uchun sharika ti bo'lib kasra bo'ladi. Sharika ti kum. Xo'p. Hal amilta fi sharikatin lit-tijara. Tijorat uchun kompaniyada ishlaganmisan? Tijorat shirkatida ishlaganmisan? Sharika lit-tijara degani shu. Sharika lit-tijara. Tijorat maqsadida firmada ishlaganmisan yoki tijorat firmasi? Tijorat firmasi deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi. Ishlaganmisan. Mana bu yerda mana fi keyingi so'zni sharikaning oxirini nima qilyapti? Sharikati bo'lib kasra qilyapti. Keyingisida esa li keyingi so'zni o'zidan keyingi so'zni oxirini tijarati qilib kasra qilyapti. Yaxshi. Huruful jar, harfu jarlar min, ila, an, ala, fi, al-lam, al-ba, al-kaf. Mana shular harfu jarlar. Buni yodlaysizlar. Min bilan ila, min dan qo'shimchasi, ya'ni qo'shimcha sifatida tarjima qilasiz. O'zi kalima nechaga bo'linadi? Kalima 3 ga bo'linadi. Ism, fe'l, harf. Harf qanday ta'rif edi harfni? O'zini mustaqil ma'nosi yo'q-da, lekin o'zidan keyin kelgan so'z bilan birgalikda qo'shilsa agar bir ma'noni bildiradi. Bular hammasi shunaqa. Va harflardan harfu jarlar endi o'zidan keyingi so'zni oxirini bular kasra qiladi. Ila, demak mindan ila ga, masalan, safartu min Toshqand ila yoki Masku yoki Istanbul yoki Makka. Safartu min Toshqand ila Makka. Min bir narsani boshlanishi, ila bir narsani tugashi, yo'nalish, tugashi. An haqida. An haqida, ala ustida. Masalan, aytasizki, hadhihi al-qissa an Juha. Bu qissa Juha haqida, ya'ni afandi degan Juha. Arablarning afandisi Juha deyiladi. Hadhihi al-qissa an Juha masalan. Ala ustida. Lavha elektroniya ala tovila, planshet, partani stolni ustida. Fi ichida. Nahnu fil ghurfa. في غرفة الدراسة في المركز. مركز اللغات العربية. تمام. لام bu uchun. هذا القلم للكتابة. yozish uchun. Ba endi ko'pincha bilan ma'nosida keladi. Katabtu bil qalami. Qalam bilan yozdim. Al-kaf kabi. Otabekjon kal asadi. Asadbek sher kabi dedi. Asad degan sher. Endi Asadbek kal asadi. Asad bo'ldi ikki tomonlama. Asadbek sher kabi.
nima deyapti ana bu sariq stikerda? Harful jar yadkhulu ala al-ismi faqat va yakunu al-ismu al-majrur daiman va yakunu al-ismu majruran daiman. Harfu jar faqatgina ismga kiradi va undan keyin kelgan ism doimo majrur bo'ladi, ya'ni oxiri kasra bo'ladi. Tamom? O'zi majrur degani oxiri kasra bo'ladi degani emas. Majrurning ichiga ko'p narsa kiradi-da, faqatgina kasra emas. Lekin biz hozir bilishimiz kerak bo'lgan narsa majrur bu kasra degani. Tushundingizmi? Va yana boshqa narsalar ham majrur bo'lishini nahvda aytamiz. Ta'allam. Qad tadkhulu huruful jar ala asma'il istifhom. Harf jarlar ba'zida ismu istifhomlarga kiradi. Ismu istifhomlarga kiradi degani ismu istifhomlarning boshiga keladi. Boshiga keladi. Birinchi harf jar keladi, keyin ismu istifhom keladi. Ismu istifhom nima? Savol olmoshlari, so'roq olmoshlari, savol so'zlari. Ha? Masalan, ayna, qayerda? Man, kim? Ma, nima? Bular hammasi ismu istifhom. Va eslaringizdan chiqmasin, ismu istifhom doimo ismu istifhomlar. Ya'ni so'roq olmoshlari arab tilida doimo gapning boshida kelishgan. Tushundingmi? Endi ba'zida harf gapni boshida kelsa ham, harf jarlar ulardan oldin o'tar ekan. Gapni boshida kelsa ham nima? Harf jarlar ulardan oldin o'tar ekan. Agar ma'no shunga taalluqli bo'lsa-da, masalan, min ayna, qayerdan. Ila ayna, qayerga. Bikam, qanchadan. Bikam qancha degan tamom prosta. Qancha. Bu yerda evaz ma'nosida. Ya'ni qancha so'm evaziga berasiz buni degani. Qanchadan emas. Qancha so'm evaziga buni berasiz. Bu yerda evaz ma'nosida. Tushundingizmi? Bimaza nima bilan? Liman kim uchun? Kim uchun? Limaza nima uchun? Fi ayyi qachon? Qaysi? Fi ayyi masalan fi ayyi safhatin nahnu. Biz qaysi betdamiz? Bi ayyi qalamin katabta. Qaysi qalam bilan yozding? Min ayyi. Qayerdan? Nimadan? Qaysidan? To'y. Qaysidan? Ayyi o'zi qaysi deb tarjima qilinadi ko'pincha. Masalan, qaysi tomondan ko'rding? Min ayyi jihatin ra'ayta. Qaysi tomondan ko'rding? Min ayyi jihatin, mashinani qaysi tomondan ko'rding? Min ayyi jihatin ra'ayta. Ra'ayta sayyara. Na'am. Endi bu yerda aytayapti, mana bu yerda harf jar bilan ma kelsa, aynan ma harf istifhom aynan ma ism istifhom kelsa harf jar bilan. O'shanda ma'ni alifi ketib qoladi. Ma'ni nimasi ketadi? Alifi ketib qoladi. Va an va min kabi harf jarlar nun bilan, sukunli nun bilan tugagan bo'lsa, idg'om qilinadi o'shanga. Natijada an bilan ma amma bo'ladi. Amma. Tushunarli? Min bilan ma mimma. Amma degani nima haqida? Mimma degani ha? Nimadan? Masalan, anma ga misol. Anma tatahaddathuna. Nima haqida gapiryapsiz? Barakalloh. Gapiryapsizlar. Yoki kvartira nimadan iborat? Mimma tatakawwanu shaqqa. Barakalloh. Endi misollarni ko'ramiz. Mana 2 degan joyda, mashinaning ostida. Bikam ishtaroyta hadhihi sayyara. Bu mashinani qanchaga sotib oldingiz? B ni ma'nosi nima bu yerda? B ni ma'nosi nima? Evaz. Bikam ishtaroyta hadhihi sayyara. Qanchani evazga sotib olding? Evazga degani B yo'q, tushundingizmi? Pulni boshiga B kiradi masalan. Ana shu paytda evazga. Mana shu paytda ba
evaz degan ma'noni bildiradi. Masalan, ishtaroytu hadhihi sayyara bi 10,000 so'm. Bi nimani boshga kiradi? Pulni. Natijada evaz degan ma'noni bildiradi. Diqqat qiling. Evaz degan ma'noni bildiradi. Min ayna tantaliqu hafilatu sharikati sabahan intalaqa yantaliqu. Nima degani? Olib ketmoq, jo'nab ketadi. Qayerdan jo'nab ketadi? Avtobus. Shirkatning avtobusi ertalab. Min ayna. Mana min kiryapti aynani boshiga. Ko'rasizlar? Min ayna. Qayerdan? Min ayna anta deymiz, qayerdan san? Min ayna anta. Liman hadha al-bayt? Kim uchun bu? Uy. Mimma yatakawwanu at-ta'am? Nimadan iborat ovqat? Amma yabhathu sadiquka. Yabhathu qidirmoq. Do'sting nimani qidiryapti? An eslaringizda bo'lsa, bahathadan keyin an keladi. Ana abhathu an hatifi, men telefonimni qidiryapman. O'sha uchun savol berganda ham an bilan berasiz. Amma yabhathu sadiquka, nimani qidiryapti do'sting? Nimaga? Chunki bu yabhathu fe'l o'zi an bilan keladi. Tushundingizmi? Endi ba'zi bir fe'llar muayyan bir harf jarlar bilan keladi. O'sha o'qigan paytingizda, yodlagan paytingizda o'sha harf jar bilan birgalikda uni yodlashingiz kerak. Aynan muayyan bir harf. Masalan, bahasa aynan am bilan keladi. Xo'p. Uktubi su'al al-munasiba lil-javob. Javobga munosib savolni yoz deyapti. Masalan, javob bu yerda ana min Pakistan deyapti. Demak, siz so'rang. Min ayna anta? Keyingisi Samira. Safara sadiqi ila baladi. Savolni ayting. Javobga yarasha savolni ayting. Ila ayna Safara sadiquka. Barakalloh. Muxlisa? بماذا تأكل الطعام؟ أكل الطعام آكل الطعام بالشوكة والملعقة. طعنا مديسا. طعنا vilka va qo'shiqda yeyman. نصنع المقاعد. So'z qo'ying, ism istifhomni. Birinchi buni. Yo'qda, birinchi sira savol bilan ketaveringda. Boshidan gapni tuzib, keyin savolni javobini o'qiysiz. مما نصنع المقاعد. نصنع المقاعد من الخشب. Barakalloh. Mimma nasna'u al-maqa'ida. لمن هذه الرسالة؟ هذه الرسائل. رسالة ko'pligi, ya'ni xatlar. هذه الرسائل لأبي. لأبي. لماذا لا تأكل اللحوم؟ لأنني أفضل الطعام النباتي. Chunki qanaqa ovqatni yaxshi ko'rasiz? Afzal ko'rasiz? نباتية. Nabat. Ya'ni o'simlik degan, o'simlik. Vegetarianman deyapsiz. Tushundingizmi? Nima uchun go'sht yemaysan desa agar, chunki men o'simlikli ovqatni afzal ko'raman, ya'ni vegetarian deydi-ku. Go'sht yemaydi, faqat o'simliklar, go'shtsiz narsalar yeydi. Keyingisi Madina. Hop. Maftuna. عما يتساءل هؤلاء الناس يتساءلون عن القانون الجديد. nima haqida gapiryapti? So'rashyapti. Odamlar yangi qonun haqida so'rashyapti. Bu demak bu odamlar nima haqida so'rashyapti? Yangi qonun haqida so'rashyapti. Tamam? Tamam, Ahmadjon. في أي بناء تسكن؟ أسكن في البناء الأخضر. أسكن في البناء الأخضر. Yashil binoda yashay. Yashil binoda yashayman. Man, barakalloh. Azbek.
اختر حرف جر المناسب في الجمل الآتية. قوي مناسب جر Quyidagi jumlalarda munosib مناسب جر harfi jarni qo'ying. يأتي السائحون إلى بلدي Ila biladi. Saihun kimlar edi? سائقة Sayohatchilar, turistlar. Ila biladi. Mening yurtimga kelishadi. Min kulli makan. Aha. Barcha joydan. Min kulli makan. Asadbek, qara'tu anil amalil ketik Yusuf. قرأت عن العمل في الجريدة. Qara'tu anil amali fil jarida. ishni gazetadan o'qidim. Gazetadan o'qidim. اتصل الرجل عن مكتب العمل. Ittasala ar-rajulu. Xato bo'ldi. Bi bo'ladi. Ittasala ar-rajulu, ittasala bi bilan keladi-da. Ba'zi fe'llar muayyan bir harf jarlar bilan keladi. O'shani siz nima qilishingiz kerak? Yodlashingiz kerak. Ittasala esingizdan chiqmasin, bi bilan keladi. Ittasala ar-rajulu bi مكتب العمل. maktabil amal. Nima deyapti? Kishi ish ofisi bilan bog'landi. Ayna anta? Sabriya. أين أنت؟ المدير Yas'alu. Demak, esingizdan chiqmasin. Sa'ala yas'alu am bilan keladi. سين حقيقة. Ha. Yas'alu anka, sen haqingda so'rayapti al-mudir. Agar sen haqingda so'rayapti, qarang. Sen haqingda. Agar sendan so'radim desa, agar sa'altuka desa bo'ladi. Sa'altuka. Sendan so'radim, masalan, Otabek haqida. Sa'altuki sizdan Sabriya so'radim. Sa'altuki Samira haqida. An Samira. Sa'altuki an Samira. Tushundingizmi? To'g'ridan to'g'ri maf'ul bihi keladi sa'alaga. Faqat boshqa qilib bo'ladi. Aynan Samirani so'rayotgan bo'lsa, Samira haqida so'rayotgan bo'lsa, demak an bilan kelish kerak. دخل الضيف Va sallama. من Yo'q. Sallamtu alayk. Senga salom berdim. Sallama alal hadirin. Ala bilan kelar ekan demak, a? Senga salom berdim. Shuning uchun ham assalomu alaykum deymizda. Ha. Assalomu lakum demaymiz. Assalomu minkum demaymiz. Assalomu alaykum deymiz. Hada ar-rajulu Oho. Bechora kishi. Hada ar-rajul tawilun. Bu kishi uzundir. Nima kabi? Jirafa kabi uzundir. إن الفراغات بحرف الجر مناسب. Aha. Munosib harfi jar bilan to'ldirgin. ذهبت أمس إلى المدرسة. كيتشا مكتبتي بارم. ورأيت فيها المدير والمعلمين. وأيرد ديريكتورنا وأخوتنا كل. رأيت فيها دزمة. بارك الله. أخي ذكي جدا وهو يحفظ دروسه بسرعة. أحسنتي. الأقلام في المحفظة وكتب على الطاولة. وضعت الأقلام في المحفظة والكتب على الطاولة. نعم أحسنت. جميل. nima haqida gapirishyapti? Haqida bo'lsa al mubaratil amsi. O'rtoqlar, do'stlar, kechagi bellashuv borasida
Gaplashyapti. Maftuna? إلى أين يذهب Yazhabul الموظفون؟ muwazzafuna. Bu yerda min desa bo'ladi. Min ayna yazhabu. Xodimlar qayerga Ila ayna. Yaxshiroq. xodimlar qayerga ketyaptilar? Xodimlar qayerga ketyaptilar? Yaxshi. Qayerdan ketyaptilar? Qayerga ketyaptilar bitta. Qayerga boryaptilar? Qayerdan bo'lsa kelyaptilar dedi. Masalan, min qo'ysa qachon bo'ladi? Qachonki yajiuna desa yoki yajiu desa. Min ayna yajiu al muwazzafun desa. Yaxshi. Endi qoidalarni keyingi qismi ekan. Zurufuz zaman val makan. Zarfun zuruf. Zarf zuruf. Zarf degani bir idish. Solinadigan narsa. O'sha shu konvertga ham zarf deyiladi shu uchun. Zarf. Idishda u ham. O'sha idish qarang endi. O'sha idish bu yerda endi majoziy ma'noda, haqiqiy ma'nodagi idish emas. Makon demoqchi. Ya'ni idish deb tasavvur qiling. O'sha idish ikkita narsa uchun bo'ladi. Yo makonning idishi bo'ladi, yo zamonning idishi bo'ladi. Ya'ni siz bajarayotgan ish harakat yo makonning ichida bo'ladi, yo zamonning ichida bo'ladi. Qaysidir bir zamonning ichida. Albatta biz makon va zamondan chiqib ketmaymiz. Hammamiz nimaning ichidamiz? Zamon va makonning ichida, chunki makondan qayerga chiqib ketasiz? Qayerga? Yer planetasidan boshqa planetaga ko'chib o'tsangiz ham, u ham makon. Osmonda yashayman, men uchib yuraman desangiz ham, osmon ham bir makon. Yer ham makon, osmon ham makon. Inson shunaqa makonda yaratilgan. Va zamonda zamondan ham chiqib ketib bo'lmaydi. Agar kim zamondan chiqib ketsa, u abadiydir. Abadiylikni topadi o'zi. Unaqa yo'q. Zamonning ichida bo'ladi inson. Tushundingizmi? Ana endi muayyan bir zamon va muayyan bir makonni biz ishlatib, muayyan bir zamon va makonni aytib, gapimizda o'sha ish harakatni falon makonda yoki zamonda qildim biz deymizda. Tushundingizmi? Ya'ni ish harakatingiz muayyan bir zamonda va makonda bo'ladi. Va o'zbek tilida shuni aytmoqchi bo'lsak, da qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, oldimda, mana oldimda Samira turibdi. Oldimda. Mana oldim bir makon, muayyan bir makon. O'tirish ish harakatini yoki dars qilish ish harakatini mana oldimda bajaryapti kim? Samira. Mana orqamda nima bor? Televizor bor. Orqamda dedim. Ko'rdingizmi? Bu nima makon? Makon. Soat 7 da yoki ertalabda yoki kechqurunda dars qilaman. Bu zamonni endi bildiradi. Mana shu narsalar ish harakatni muayyan bir zamon va makonda qilsak agar, zamon bo'lsa agar zarf zamon deyiladi, ya'ni zamonni bildiradigan so'zlar. Ertalab, kechqurun, peshin. Makonni bildiradigan so'zlar orqa, oldin. Zarf makan deyiladi. Endi qarang, jumlalarni o'qiymiz. Iqro'il jumalal atiya va lahiz al-kalimatil mulawwana. Al-amalu fi sharikatina yabda'u as-sa'ata ath-thaminata sabahan. Bu zamon, ha? Keyin zamonni bildiradigan so'zlarning oxiri fatha bo'ladi. Diqqat qiling. Xo'pmi? Ko'pincha gapning oxiriga keladi u so'zlar keyin. Sabahan, amsi, g'odan, naharon, masaan. Bular ko'pincha gapni oxirida keladi. Al-amalu fi sharikatina, demak shirkatimizda ish boshlanadi ertalab soat 8 da. Sanuhaddidu ar-ratiba ba'da al-muqabalati. Sanuhaddidu, ya'ni tayinlaymiz oylikni uchrashuvdan keyin. Ba'da al-muqabala. Bu nima bu? Zamon. Ba'da al-muqabala, uchrashuvdan keyin. Keyinda uchrashuvdan keyin, ya'ni zamon. Tushundingizmi? Ba'da va qabla so'zlaridan keyin mudofun ilayh kelishgan. Ya'ni muqobala mudofun ilayh bo'lyapti bu yerda. Amali sa'bun li'annahu kharij ash-sharika.
Meni ishim qiyin chunki u shirkatning tashqarisida. Bu makon. Bu makonni bildiryapti. Taqau sharikatu zuhur at-tijariya sharqal Madina. Bu ham makon. Tijoriy zuhur tashkiloti Madinaning shaharning sharqida joylashgan. Bu nima? Makon. Bu ham makonni bildiryapti. Mana shaharning sharqida yoki yuqoridagi misol, bitta yuqori. Shirkatning tashqarisida. Yoki birinchi misol. Ertalabda. Tushundingizmi? Qaysidir paytda yoki qaysidir makonda. Xo'p, ta'allam. Zuruful makan va zaman mansuba. Mansuba degani oxiri fatha bo'ladi degan. Mansub degani nima ekan? Oxiri fatha. Majrur degani oxiri kasra. Marfu' degani oxiri domma. Marfu' faqat dommami? Yo'q, domma va yana boshqa bir alomatlar bor. Marfu'ni boshqa ko'rinishlari ham bor. Mansub faqat oxiri kasra bo'lganmi? Yo'q, boshqa ko'rinishlari ham bor. Majrur faqat kasra emas, boshqa ko'rinishlari ham bor. Mansub faqat fathami? Yo'q, boshqa ko'rinishlari ham bor. Faqat o'zi biz eng asosiy ko'rinishlarni o'tyapmiz xolos-da, oson bo'lishi uchun tushunalım. Zuruful makan va zaman mansuba, zarfu makon va zamonlar mansub bo'ladi, oxiri fatha bo'ladi. Tushundingmi? Doimo va harakatu akhiriha al-fatha. Ya'ni oxirgi harakat fatha bo'ladi. Sabahan zarfu zaman mansub. Zarfu zaman zamonni bildiryapti va Telefon javob bersam. mayli. Sharqo zarfu makan mansub. Mansub degani oxiri fatha. Tamam. Imla il-faraghat biz-zarfi al-munasib fil jumal al-atiya. Quyidagi jumlalarda munosib zarf bilan bo'sh joylarni nima qilgin? To'ldirgin deyapti. Ketdik. Yarji'un nasu. من أعمالهم عصرا asron. Birinchi so'zlarni o'qiymizmi? Bayna degani orasida, mubakkiron degani vaqtli, soyfan yozda, asron asr paytida, havla atrofida, sanatan ya'ni sanatan yilda, bir yilda deydik masalan. Sharqo sharqda, saatan soatda, amama oldida, janiba yonida. Tamam? Ana endi qo'yib chiqamiz. Yarji'un nas min a'malihim asron. To'g'ri. Tu'attalul madarisu, ya'ni maktablar to'xtaydi ishlashni. Qachon? Maktablar to'xtatiladi ishdan qachon? Soyfan. Mana qarang. Fi degan da degani-ku. O'sha uchun aytaman, yozda. Shu uchun o'zbek tilida men da deb kelyapman-da boyadan beri. Ya'ni bularda fi qo'yish kerak emas. Boshiga fi'ni qo'yish kerak emas. O'zi oxirini fatha qilsangiz, boshiga fi qo'ygandek bo'lasiz. O'zbek tilidagi da qo'shimchasini o'sha nima bilan ifoda qilasiz? Fatha bilan ifoda qilasiz. To'yib. Tu'attalu al-madarisu soyfan. Keyingisi kim navbati? Soat 5 va 6 oralig'ida Sa'roka ko'raman. Soat o'zi 5-6 deb tarjima qilmaysiz, 5 va 6 deb tarjima qilasiz. Soatlar o'zi tartib son bilan ifoda qilinadi, bilasizku? Esdan chiqdi. يسير الناس جانب الطريق. Janib at-tariq. جانب الطريق. Yo'lning chetida yuradi odamlar. Janib at-tariq. To'g'ri? درسنا يستمر ساعة. Sa'atan, ya'ni 1 soat davom etadi. Yaxshi. تستيقظ الطيور مبكرا. Mubakkiron. To'g'ri. يطوف الحجاج حجاج حول الكعبة. Havla degan atrofi.
Hujjaj, hajning ko'pligi. Ya'ni hoji. Hojilar Ka'ba atrofini tavof qilishadi. Yatufu, tofa yatufu tavof qilish. Tofa yatufu tavof qilish. Hujjaj, hajning ko'pligi. Haj, hoji, hujjaj, hojilar. Tamam? Yuqoridagi misol tastayqizu tuyur mubakkiron. Qushlar vaqtli uyg'onadi. Ketdi keyingisi. Safartu Safartu lidirosati sanatan. bir yilda Dars uchun safar qildim. Qancha? bir yil. Bir yil muddatda. تقع في Filastin فلسطين شرق البحر المتوسط. O'rta Yer dengizining sharqida joylashgan ekan. Qayer? Falastin. Yaxshi. Azjon. يقف الإمام Yaqiful imamu يقف الإمام amamal أمام المصلي. musallin. Imom qayerda turadi? Namozxonlar oldida. Ayting. يقف الإمام أمام المصلي. İmam namazxonlar oldida turadi. To'g'ri, barakalloh. Uktubi az-zarfa wa haddid naw'ahu kama fil misal. Nimani yozyapti? Asadbek. Zarfni. Zarfni necha qilib bo'lardi? Zarfu zaman va zarfu makan. Yaxshi. Endi yozasizda qaysi biri ekanligini keyin aytasiz. Masalan, sa'araka 'inda sa'ati ar-rabi'a. Mana bu yerda 'inda zarf bo'lyapti. 'Inda zarfu zaman. Ya'ni soat 4 asnosida ko'raman deyapti seni. Soat 4 da ko'rishamiz deyapti. Soat 4 asnosida. Asnosida degani ya'ni 4 paytida. Bu vaqt bu. To'g'rimi? Yaxshi. Keyingisi Yusufjon yoki Asadbek o'zingiz. Taqo buyog'i. Makan, zorfu. Yo'g'i, joylashadi. Fe'l-ku bu qanaqa? Zorfu zaman va makonlar ular fe'l bo'lmaydi. Ular ismdir. Ism. Taqo bu fe'l, joylashadi degani. Ya'ni maktabimiz joylashgan janibal masjidil kabir. Janiba zorfu makan. Aha, zorfu makan bu. Yaxshi. صلاة الضحى بين فجر الظهر. بين الفجر والظهر. بين الفجر والظهر. o'qing. بين الفجر. بين الفجر والظهر. Aha. بين. Choshgoh namozi bayna. Bomdod va peshin namozi orasida deyapti. Bayna. بين الزمن. Zamon. أستمع إلى إلى القرآن صباح كل يوم har ertalab Qur'on eshitaman. Sobaha. Zamon nimasi? Yani yaxshi. Sobaha demak zarfu zaman. Zarfu zaman. Sobaha mudaf, kulli mudafun ilay, kullini o'zi mudaf, yawmin mudafun ilay. Sobaha kulli yawmin, har kunning ertalabi zamonni bildiryapti, vaqtni. شاهدت منزلا مناسبا يقع بعد مركز التسوق. بعد tarjima qiling. Shahadtu manzilan, bir uyni ko'rdim, tomosha qildim. Munosib bir uyni tomosha qildim. Qayerda joylashgan? Bozor qilish. Ya'ni savdo markazidan keyin joylashgan. Savdo markazidan keyin joylashgan bo'lsa, u zarfu zamonmi? Zarfu makon. Ba'da kalimasi zarfu nima bo'lyapti bu yerda? Makon bo'lyapti. Bitta kalimani o'zi ma'noga qarab ba'zida zarfu zamon bo'lishi mumkin. Zarfu makon bo'lishi mumkin ba'zida. Bu yerda zarfu makon. Keyingisi Tag'rubu shamsu vara'al jibal. Quyosh
botadi. G'oroba yag'rubu botmoq. Botmoq. Tag'rubu shams. Varo al-jibal. Tog'larning orti ortida botadi quyosh. Tog'larning ortida botadi quyosh. Zorfu zaman. Varo azorfu Zaman. Makon. tog'larning orti makon-ku, zamon emas-ku. Ta'akhkhartu Zorfu makan. Ta'akhkhartu kech qoldim. Chunki men oldida edim. Mudirni oldida esa zarfu makon. Xatni topdim. Varaqlar orasida. Zarfu makan. تركت مفتاحي في البيت قبل أن أخرج. Çıkışımdan avval uyda kaltimni qoldirib ketdim. Yaxshi. Zarfu zaman. Qani? قبل. To'g'ri, barakalloh. يتجه المسلمان نحو القبلة. المسلمون نحو القبلة في الصلاة. Musulmonlar namoz o'qiyotgan paytida qibla tomonga anaqa yuzlanishadi. Nahva bu yerda zorfu makan. Zarfu makan, barakalloh. Stikerga qarang. Aynda, ba'da, qabla, bayna. يمكن أن تكون ظرف زمان أو ظرف مكان بحسب الجملة. ما deyapti? Jumlaga qarang. Mana shu so'zlar zarf zaman bo'lishi mumkin, zarf makon ham bo'lishi mumkin. Jumlaga qarabda ma'nosini chiqarasiz. To'g'rimi? Yaxshi. ثالثا أجب عن الأسئلة الآتية باستخدام ظرف الزمان أو مكان كما في المثال. Quyidagi savollarga nima bilan javob bering? Zarf zaman makonni ishlatib, ha? Nima dek? Misoldagidek. Mata Madina. تمطر السماء تمطر السماء شتاء. Bu yerda tumtirus sama'u bo'lish kerak, xo'pmi? Tumtirus sama'u bo'ladi. Amtorotis sama deyiladi. Amtorotis sama'u yoki tumtirus sama'u. Yomg'ir yog'adi degani. Shita'an mata tumtirus sama'u. Mana bu so'roq so'raganda to'g'ri yozgan. Tumtirus sama'u. Lekin bu yerda xato ketgan. Tumtirus sama'u shita'an. Yomg'ir qachon yog'adi? Qishda. Qish vaqtida. Ayna taskunu. Yo'q. Siz zarfu makon bilan aynan javob bering-da. Masalan, falon narsaning oldida yashayman yoki Toshkentning sharqida yashayman, o'rtasida yashayman, shunaqa deng. Amama toyib. Bisyor nima edi? Ha. Amama matom. Amama matom bisyor. Na'am. Toyib. Kam satabqa fi Makkah? Ha, Ahmadjon. Kam satabqa fi Makkah? Qancha qolasan Makkada? Baqiya yabqa qolmoq. سأبقى في مكة 4 kun. 4 يوم. ayyamin. Ana shu 4 zarf bo'ladi. Zarfu zamon bo'ladi. 4 ayyam. Tushunarlimi? 4 kun qolasiz-ku siz. 4 kun bu zarfu zamon, zarfu
zamon bu. Mata azjon. متى سترجع إلى البيت؟ سترجع إلى البيت. Saarji'u deysizda, endi satarji'u deb sizdan سأرجع so'rayapti. إلى البيت 2 soatdan keyin. بعد Sa'a بعد ساعتين. sa'atayni. Demak bu yerda zarfu zamon nima? Ayna lis-su'al 'anil makan deb qarang. Ayna deb siz makondan savol berasizda. Ayna baytuka, uying qayerda? Makonni so'rayapman men. Mata kam lis-su'al 'anil zaman. Mata bilan kam Qachon? zamonni so'raydi. Masalan, kam satabqa? Kam sa'atan tastamirru ad-dirasa? Necha soat dars davom etadi masalan. Tushundingizmi? Mata yantahi dars. Dars qachon tugaydi? Bilamisiz? Zamonni so'rayapsiz. Ketdik keyingisi. أين وضعت كتب Al-kutuba. Alni tashlab ketmang. Al-kutubal al-kutubal jadida. Xatosini tuzating o'zingiz. الكتب الجديدة. Yangi kitoblarni qayerda qo'yding? وضعت كتب الجديدة Adatuha deng, tamom. Ularni qo'yding. وضعتها على الطاولة. Xo'p. بعد قبل ساعتين. Yo'q, ayna qayerda qo'yding deyapti. To'g'ri aytiblar. Ala tobila. Faqat harfi jar bilan emas, nima bilan berish kerak? زمان على الطاولة قبل ساعتين. Yo'q. Yo'q. Ayna vada'tal kutuba al-jadida. Tamom, o'sha makonni o'zini zarf makon bilan berish kerak. Harfi jar bilan emas, ala bilan emas. Fawqat tobila. Barakalloh. Fawqat tobila. Yashang. Yusuf. متى الامتحان؟ امتحان قجان. الامتحان بعد الساعة. بعد ساعة. كم انتظرت صديقك في المطار؟ قانچا o'rtog'ingni qancha aeroportda kutding? أنا لا انتظرت nima zaman bilan berishim kerak. انتظرت ساعة صديقي. انتظرت صديقي ساعة. ساعة واحدة. ساعة واحدة. طيب. أين تقف السيارة؟ ماشينا قيادة توختايدة. السيارة تقف. تقف. Masalan, uyimni orqasida. وراء بيتي. خلف بيتي. متى متى نتناول طعام الفطور؟ ارتلبينز. نتناول طعام الفطور. نتناول طعام الفطور في الصباح. يا في kerak emas. صباحا. شبه جملة قسمان جار مجرور ظرف زمان مكان. Endi mana bu shibhi jumla degan narsa bor. Shunday jumla borki, u shibhi jumla deyiladi. Shibhi jumla deyiladi. Bu shibhi jumla degani jumlaga o'xshash degan. To'liq, mukammal jumla emasda, lekin nima u? Jumlaga o'xshash. O'sha ikkiga bo'linadi. Jar va majrur va zarfu zaman va makan deyapti. Xo'p. Ana endi zarfu zaman va zarfu makanlarga misol aytyapti. Fajron, sabahan, zuhron, asran, masaan, al-ana, lahzatan, bir lahza, daqiqa, sa'a, yawman, bilasizlar, usbu'an, shahron, sanatan, buni bilasizlar. Sharqa, g'orba, sharq, g'orb. Masalan, bayti g'orbal Madina, uyim shaharni g'arbida. Shamala, shimolda, januba, janubda. Bayti shamala Madina, bayti shaharning Madina. januba Madina. Xorija tashqarisida, daxila ichkarisida, fawqa ustida, tahta ostida, wasata markazida, yamina o'ngida, yasara chapida, varo'a xolfa ham
Amama. Oldin. Xo'p. Savollaringiz bormi? Shibhi jumla nechaga bo'linar ekan? Nima degani shibhi jumla? Jumlaga o'xshash degani. Masalan, nimaga unaqa deyapti? Men buni nahvda aytmoqchiman, batafsil, prosta tagiga aytdim. Masalan, ana men fi al-fasli. Ana fil fasli men nimadaman? Sinfdaman. Mana shu fil fasli bu nima? Jar va majrur. Nima bu? Jar va majrur. Yana o'sha jumlaga o'xshash boshqa jumla yozamiz. Masalan, ana tahta as-saqfi nima degani? Men tomni ostidaman. Saqf tomi. Ana tahta as-saqfi. Tahta saqfi, tahta nima? Tahta bu osti. Men tomni ostidaman degani, men tomni ostida mavjudman degani. Nima degani? Mavjud degan so'z bu yerda hazf qilingan, tushirib qoldirilgan, ya'ni mavjud degan so'z. Tushundingizmi? Tahta saqf. Tomni ostida nima? Mavjudman. Fil fasl sinfda nima? Sinfda nima? Mavjudman. Men sinfdaman degan, men sinfda mavjudman. Ya'ni bular jar va majrur, zorfu zaman va makonlar mana shu. Jar va majrurlar va zorfu zaman va makonlar. Ma'nosi tugal, ma'nosi to'liq bo'lishligi uchun albatta bir fe'l kerak yoki fe'l ma'nosidagi biron so'z kerak. Masalan, min Toshqondi ila Makka desam, albatta siz qaysidir fe'lni kutasiz. Sa'usafiruni kutasiz, to'g'rimi? Ana shu min va ilani ma'nosi bog'lanyapti nimaga? Fe'lga. Ya'ni diqqat qiling, jar majrurlar va zarf zamon makonlar albatta nimaga bog'lanadi? Fe'lga. Endi o'sha fe'l ba'zida hazf qilingan bo'lishligi mumkin. Hazf qilingan degani tushirib qoldirilgan bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lsa ham bor o'sha. Tushirib qoldirilgan bo'lsa ham bor. Demak, fe'l bilan bu birlashyaptimi? Nimaga o'xshayapti? Bitta jumlaga o'xshayapti. Shu uchun ham nima deyiladi? Shibhi jumla deyiladi. Savollaringiz bormi? Kitobani uyda qilasizlar to'liq, xo'pmi? Yozish kerak bo'lgan narsani o'qinglar, qanday yozish kerak to'liq yozinglar. Insho bor bu yerda yozish kerak. Ba'zi bir iboralarni yozish kerak. Batafsil yozinglar, xo'pmi? Masalan, avtobiografiyangni, rezumengni yoz deyapti, quyidagilarni zikr qilib aytib yozasiz batafsil, tamom. Mana shu vazifa. Hal عندكم أسئلة؟ السلام عليكم ورحمة الله.